Qaysi birini beli ingichka bo'lsa, shunda ichadi. Turk qaynonam qanday choy damlashni o'rgatgan bo'lsa, xuddi shuni sizga o'rgataman hozir. Qarang. Tagiga suv qo'ydim. Unutmang, lekin bitta puf nuqtasi bor, siri bor. Hech narsa yo'q, choy. Ba'zi insonlar choyni ichiga qo'yib qo'yadi, oson bo'lsin. Keyin deydi, damlab ketaman deydi. U qurib ketadi, sasib ketadi. Unutmang, choyingiz achchiq bo'lib qoladi. Suv qaynagandan keyin qo'yishingiz kerak. Qarang. Hozir men uyda bir kishiman, o'zim ichaman. Qo'yasiz. Bu suv qaynagan suvni yarmini qo'yasiz. Bunda ham suv qoldi, bunda ham suv bor. Endi qapog'ini yoping. Kam anaqa olov bor-ku, o'shanga qo'yasiz. Bir 15 minut dimlanish kerak. Tagi yoniq turishi kerak. Xuddi shunday kamgina olovda 15 minutcha turishi kerak. Tepasi ham dimlanyapti hozir. Choyimiz tayyor bo'ldi. Qaysi birida ichsam ekan? Hay shunda ichay. Udobni. Qarang. So'raydi, bo'ladimi deb. Bo'ladi, uncha qop-qora bo'lib ketmasin deydi. Menga shu bo'ladi. Erim sal qoraroq ichadi lekin. Xohlasangiz shakarni oldiga olib borib berasiz. Ular shakarsiz ichib bo'lmaydi. Bir qoshiqcha shakar qo'yamiz. Agar sizda saharni diabet bo'lsa, shakar qo'shib ichmang. Bu foydali bilgina hammaga yuborib qo'yishni unutmang.